Mabodo mana shunaqa joylarga kelib qolsangiz, adashib qolmang. Qizaloqlarni olib kelishni unutmang. Yaxshi joy ekan. Bog'chalarimizga bir qaraganda kichkintoylarni o'ynatib ketadigan joylarni topmayman. Bir bog'chamizga bir xizmat bor ekan. Shu kelib chiroyli qilib gazonlarni ham solib bergan keldik. Mabodo sizga ham xuddi shunaqa xizmatlar yoqsa aloqaga chiqib ko'rasiz. Videomizni ko'rib boring, keyingi videomizga ham chiroyli qilib moslab joylab boramiz chiroyli qilib. Agar Mabodo gazon xizmatlari kerak bo'lsa, polos gilam soladigan xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasiz. Gilam do'kondan kelib xarid qilsangiz chiroyli qilib ishni bitirib beramiz. Dastlabkilar bepul xizmatlar ichida. Xudo xolasa, ko'rishingiz mumkin, har xil obyektli joyga, binolarga, uylarga, xonadonlarga kelib xizmatini chiroyli qilib moslab beramiz, ishlaringizni bitirib beramiz. Xudo xolasa, inshaalloh xizmat chotki qilib bitirib beramiz. Jigar. Haybat o'yingohni qarang, bu bog'chada bor ekan. Qaytalayim bilasizlarmi? Naynavoniz bolachalaringiz mabodo bunday chiqib qolsa qo'rqib ketmanglar. Bu o'yingoh ekan. Kompyuter bo'ldi, chiroyli qilib xonalariga ham solib berdik. Mabodo O'tkir akamizni ham chiroyli qilib mana shu bog'chasini ham bitirish maqsad, manfaat keltirish uchun chiroyli qilib moslab berganmiz. O'tkir aka, mana gilamlarni o'zlari mana chiroyli qilib Shahrixon sach gilamlari zo'rlarni solib berdi. Mana eng haligi gazonlar, poloslar solib bergan. Chiroyli qilib, xudo xolasa sharoitlarimizdan hamma yo'q qo'ldan kelgancha imkon boricha zo'r qilishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa kelaveradi. Xudo xolasa chiroyli qilib solib oldik. Agar Mabodo sizga xuddi shunaqa xizmatlarimiz yoqib qolsa, gilam do'konga kelib xarid qilsangiz, xuddi shunaqa narsa kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasiz, chiroyli qilib ishingizni bitirib beramiz.